Salom hammaga, sizlar bilan yana Daya. Bizda imtihonlar sezoni yana boshlandi. O'shaning uchun bu safargi vlogim imtihonga qanaqa qilib tayyorlanishim haqida bo'ladi. Imtihon paytlari bizda ko'pincha dars bo'lmaydi. Где-то bir 90% darslar bo'lmaydi, lekin bugun menda darsim bor. Soat 9 dan 12 gacha bo'ladigan dars edi, lekin soat 10 dan 11 gacha faqat 1 soat qilib beraman dedi. Chunki u darsda bizda imtihon yo'q, ya'ni imtihon bor-u, kelib yozib, yodlab, mana shunaqa qiladigan imtihon emasda. Именно nima edi? Как домашнее задание qilib berilgan imtihon, ya'ni biza bitta campaign, competition, ko'ngiljon chiqarmabda yozib qoldiraman. O'shanga qatnashamiz, video olib, o'shanga qatnashganimiz bizani o'sha imtihonimiz bo'ladi. O'shaning uchun, tak как yozma imtihonimiz bo'lmagani uchun kelib 1 soat dars o'tib ketinglar dedi. Shuning soat 10 da darsim bor. Undan keyin o'sha campaignga biza video olamiz gruppamiz bilan. Bu групповой работа. Unga da video olib, undan keyin uyga kelib, menimcha o'qiyman. Havo bizda shunaqa yomg'irli bo'lyapti, shunaqa bulutli havo bo'lyapti, lekin o'chirsa-ku. Ertalabga chia seedsli mana bunaqa ichimlik ichdim. Endi yerga, короче, peanut butter bilan olma yeyman. Hali peanut butter bilan olma yeb ko'rmaganlar обязательно yeb ko'ringlar, qanaqa yeysizlar. Короче, peanut butter olasizlar. Mana shuncha surasizlar. Mana shunday chiqadi. Menga shunaqa yoqadi. Buni koreyskiy nimadan YouTube'da ko'rib qoluvdim. И такой, peanut butter bilan olma. Dudim. Lekin yaqinda uyimda olma ham bor edi, peanut butter ham hamma narsa bor edi. O'tirib olmani o'zini yegim kelmadi. Keyin такой, почему бы и нет dedim. Почему бы не попробовать dedim-da. Yeb ko'rdim, shunaqa zo'r rostdan ham. Bu mani outfit of the day. Diamondlarim, men hozir uyga keldim. Endi ovqat tayyorlab yeyman. Kecha tayyorlagan risim bor, o'sha bilan birga yoniga tovuq qovurib yeyman. Orqaga e'tibor bermaysizlar. Hozir kiyimman, mashtirib oldim. This is my obed. Mana obedim mana shunaqa bo'ladi. Ris, tuxum, shrimp birga qovurilgan. Bu hozir tovuq qovurdim. Risni kecha qovurib qo'yganman. Hozir tovuq qovurib, endi shuni aralashtirib mazza qilib yeyman. Ovqatdan keyin mana shunaqa jelli yeyman. Oxirgi payt shunaqa jelli yeyman. Bu jelli ovqat yeb bo'lgandan keyin yesa, takoy ichida mana bunaqa chia seedslari bor, shunaqada. Tipo qorinni uncha ochtirmaydi, vitaminlarga boy deyishgan. Bilmadim. Ujinga mana shunaqa boyagi nima edi? Kunduzi obeddan qolgan ovqatimni yeyman. Mana bunaqa kola ichmoqchiman va shunaqa tokpoki. Bu haqiqiy tokpoki umuman yetmaydi. Sotib olgan haqiqiy tokpoki umuman boshqacha bo'ladi. Haqiqiy tokpoki yeyim kelyapti. Lekin hech qisi yo'q. Yo'qdan ko'ra bor. Ozginagina yeyman, ko'p yemayman bundan. Ну что, diamondlarim, ovqatlarni bo'ldim. Endi dars qilamiz. Indinga imtihonim bor. Eng glavniy imtihonlarimning bittasi indinga. O'zi indinga ikkita imtihonim bor, lekin bittasi juda ham glavniy. Hozir o'shanga tayyorlanaman endi. Ashula ishda Snickers yeb. Qanday yaxshi. Mana bunaqa ichimlik ham ichmoqchiman. Bu 0 kaloriyali oshqozonga juda ham yaxshi. Ya'ni men ko'p yeganda yaxshi hazm qiladigan takoy shunaqa nima. Har kuni ichishga harakat qilaman. Hozir mashinasini ichaman. Menga oxirgi payt mana shu ananasli ko'proq yoqadi.
Если что, bu zrение emas, bu просто ko'k nurlar. Короче, mana shu kompyuterning nuri uchun, zarar bo'lmasligi uchun. Xo'p, men hozir universitetga tayyorman. Kech qolman ozgina. Professor o'zi darsni soat 10 ga ko'chirgandi. Taka hozir imtihon payti, faqat 1 soat qilib beraman deb 10 ga ko'chirgan. Lekin bilmayman qanaqa qilib, da shu 10 dagi darsga ham ya umudriyаюсь опоздать boru. Qanaqa qilib kech qolish mumkin? Unchalik kech qolganim yo'q, lekin hozir mana shu YouTube olib o'tirmasam kech qolmayman. Agar YouTube olib o'tirib sizlar bilan bunaqa gaplashsam kech qolaman. Unda ketdik tez-tez. Bir 5 minutlarga kech qolyapman. But that's fine. Sal ishganman men. Qaranglar. Bizning universitetimizga shunaqa asal bolachalar keldi bog'chadan. Bog'cha opalari bilan. Bir xil kiyim olganini qaranglar bilan. Na, yo'da yana bor. Kattada o'sha yerda ko'rdim. Biz hozir ovqatlanishga keldik. Biroq balotni ko'rsatdi. Svet prям. Ovqatlanishga keldik. Bu bizning universitetimizning kirishi. To'g'risida tasavvurotni nima bor? Hali hech ham kelib ko'rmaganman kafe. Birinchi marta kelib ko'rdik ikkalamiz ham. Qaranglar. Уже gullar shu tugab yashil bo'lishga aylanadi. Yoz kelyapti. Ovqatim chiqdi. Mana shunaqa tovuq, pomidor, bodring, sir, короче, shunaqa narsalar. Sog'lom sendvich. Sumkamni ahvolini qaranglar. Hech narsa sig'maydi boshqa borim. Oh my god. Musorxonaga o'xshaydi. Hozir hamma narsani olib, shaq soldimda endi ketamiz. Endi o'qishga bibliotekaga bormoqchiman. Agar joy bo'lsa, joy bo'lmasa keyin o'ylab ko'ramiz. Hozir Starbucksga keldim, kofe olib ketaman. Men hozir ovqatlanishga keldim singlim bilan. Singlim imtihonlar tugadi, unga mazza. U hozir uydan keldi, men bibliotekadan chiqdim, kutubxonadan. Endi ovqatlanamiz birga. Ovqatimiz chiqishini kutib hozir. Tokpok yeyishga qaror qildik. Anchadan beri yoptok yeyib yotdi. Imенно tokpokni mana shu brendi yoptok degan. Judayam yengil beruvdi. O'shaning uchun bugun shuni yeyishga qaror qildim. Shuni yeyish uchun даже men bugun nosog'lom ovqat yegim keluvdi, burger yegim keluvdi, yo'q, bunday sendvich yedim. Endi o'shaning uchun bemalol maza qilib tokpokni kutib olaman. Ovqatimiz chiqdi. Bu chamchi mayo, bu keran, tuxum. Va bu tokpokki. Ben sevgan tokpokki. Ustiga yana kartoshka ham bugun bu safar qo'shdik.
웬만하면 adamla beginner'la falan yiyeceğim şuna kadar gerek. Tipe çok karargın sağlık mı diyor? O kadar 진짜 그냥 우선 좀 안 나가 우사코는 지나가 해야 되고 원래 그렇게 안 먹잖아. 나는 안 먹어. Adam çıktı. Piyazını tagida uncha ko'rinmayapti. Примерно вот так вот он выглядит. Ну все, девочки. Imtihonimni tugatdim. Наконец-то. Chiqdim. Go'zal Koreyada go'zal quyosh botishi. Va nihoyat quyosh botishi meni ko'zimda endi go'zal bo'lyapti. Va nihoyat eng qiyin imtihonimni bitirganim uchun shunaqa pizza yeymiz. Zakaz qildim. Kola olib keldim. Pizza yeymiz endi. Yeah!